kechiring, uzr degan so'zlarni ko'p ishlatadigan insonlarning fazilati orqadagi yashirin tuyg'ular bilan tanishamiz. Ko'p holatda kechirasiz, uzr deb uzr so'raydigan insonlarning fazilatlari aslida o'ziga bo'lgan bahosi o'ta past bo'lishi mumkin. Chunki ular yoshliklarida o'zlariga nisbatan sen aybdorsan, javobgarsan degan so'zlarni eshitganlari uchun, ya'ni men aybdorman, mening aybim bor qabilida ko'p uzr so'rashadi. Va yana biri esa bu o'zini past baholash va rad etilishdan qo'rqishdir. Qanday deysizmi? Axir rad etilishdan qo'rqadigan inson o'zini faqatgina yaxshi fazilatlarini ko'rsatgisi va ularni chiroyli tartibda barchaning oldida shakllantirgisi keladi. Shuning uchun ham rad etilishdan qo'rqqan insonlar o'zini faqatgina yaxshi taraflarini ko'rsatishga urinishadi. Bunday holatda insonlarda ichki qo'rquvi o'ta kuchayib ketgani natijasida ular o'ziga nisbatan mening haqqim yo'q qabilida ichki ovozlari doimo sas berib turadi. Shuning uchun ham kechirasiz va uzr degan so'zlarni ko'p ishlatishdan avval siz o'zingizga bo'lgan bahoyingizni bir oz ko'tarib oling. Balki bu xislat kelajakda aslida yaxshi fazilatli hisoblansa-da, ammo bu qarshingizdagi inson sizga manipulyatsiya qilishiga sharoit, ya'ni eshik ochib beradi. Barcha narsaning me'yori yaxshi, shunday emasmi?